O'zbekistonda pensiya yoshi oshiriladimi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Avvalroq Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda pensiya yoshini oshirish taklif qilingani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston pensiya jamg'armasi mazkur taklif yuzasidan munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda pensiya yoshini oshirish bo'yicha hech qanday yakuniy qaror qabul qilinmagan. Pensiya islohotini o'zgartirish bo'yicha xalqaro ekspertlar tomonidan berilgan takliflar hozirda O'zbekiston sharoitiga mosligi, aholining turmush darajasidan ta'siri va iqtisodiy oqibatlari tahlil qilinmoqda. Bildirilishicha, pensiya tizimiga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, jumladan pensiya yoshiga oid masalalar ham albatta keng jamoatchilik muhokamasidan so'ng xalqning fikri va manfaatlarini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Qayd etish joiz, Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini bosqichma-bosqich oshirish, standart badal stavkasini bosqichma-bosqich o'tkazish, ayrim tashkilot turlari uchun mo'ljallangan imtiyozli badal stavkalarini bosqichma-bosqich bekor qilish, pensiya miqdorini butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha daromadga asoslash va pensiyalarni avtomatik tarzda narxlar asosida indeksiya qilishni joriy etishni taklif qilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.